o'g'il bola har doim qiz boladan bir pog'ona ustun turishi kerak deb o'ylayman. Bir oyda necha pul topasiz? Har xil, har oy har xil. O'rtacha 6-7, ba'zida 10 million shunaqa. Nima ish bilan shug'ullanasiz? Ikkita ishim bor, restoran sohasida ishlayman, bu yoqda san'atda, muzika. Muzikali guruhim bor, komandamiz bor ikkalamiz. Toshkentda komfortni yashash uchun necha pul topishingiz kerak deb o'ylaysiz bugungi kunda? Bir 20 million. Zal, o'g'il bolalar bilan o'tirish. Unaqa bo'lsa 25-30 million topish kerak. O'rtacha u boshlanishi. Undan keyin ketaveradi. Hammasi o'zingizga bog'liq-da. Sizda qiz bolalarga nisbatan red flaglaringiz, qanaqa red flaglaringiz bor? Endi o'g'il bolalarni bunaqa savolga javob berish kerak emas, chunki o'g'il bola o'ziga yoqqan odam bilan gaplashaverish kerak. Red flag, green flag unaqa narsalar bo'lmasligi kerak-da. Men qarshiman unaqa narsaga. Erkak kishini xafa qilmasligi uchun nima qilish kerak? Qanaqa tavsiya berasiz? Ayol kishi qiz bola o'zini erkakdan ustun qo'yishi shu narsaga qarshiman. Ba'zi qizlar, ayollar bor, o'g'il bolani hurmat qilmaydi, что мужской гордость anaqa bilmaydi unaqa narsani. Gaplashaveradi erkaklarga, u narsaga qarshiman. O'g'il bola har doim qiz boladan bir pog'ona ustun turishi kerak deb o'ylayman.